Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bu bemorimiz Karakala, Pokiston. Mangitdan berdingiz? Mangit nereden edi? Amadere Mangit. Mescidin yanında. Mangit o'zida, masjid yanında. Navarıklar bilan geldingiz? Girişe. Kirji arıklar bilan geldingiz. Köpten beri bu arıklar? Bir yılday oldu. Bir yıl oldu. Doktorlara görünüp, davalarını, liçini alıp kulda rahat gördünüz mü? Doktorga ko'rinib, o'qilnab ko'rmadim. Shu yerga keldim. Şuradan ne? Xudoga shukr. Bugün Xudo xolasa ichan siz beri? Hozir 3-chi kelishimni ondan bir yozda bir 2 marta keldim. Ondan keyin bir nator ko'tarib qo'yib, yana ovurtib keldim-da. Bugün Bugün birinchi kelishim endi. Ondan da yazda geldiniz 2 marta. Bugün Xudo xolasa shunda 6 aydan 6-7 ay bo'ldi o'sha. O'zgarish nechik bo'ldi bugün? O'zgarish yaxshi, Xudoga shukr. İncelikler bo'ldimi? Turganingizda harakatda nechik bo'lar edi? O'tirib turganda netadan qiynaladi endi, hozir Xudoga shukr. Qani turibni kuzatib qarasizmi? Mana. O'tirishlar ham yaxshi, Xudoga shukr. Maşallah. Evvela şifa Allah'tan, qolaversa bize bir sayapçımız ixlosga kelgan ekansiz, ixlos xolos edi. Shifosini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.